Artifakt haqida 25 ta Salom do'stlar, Xtoy kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan biz O'zbekistonda Minecraft o'ynaydiganlar yaxshi taniydigan Minecrafter Artifakt haqida faktlarni bilib olamiz. Like va obunani bosgan bo'lsangiz, qani ketdik. Artifakt to'liq ismi Hasan Mansurov. 2008-yil Sirdaryoda tug'ilgan. Hozirda 17 yosh. Minecraftga 2021 va 2022-yillarda kirib kelgan. YouTube kanalini 2023-yil 15-iyunda ochgan. YouTube kanal ochish g'oyasi o'zidan kelib chiqqan. YouTube'da 100 mingta obunachi yig'ganda knopka olgan. Birinchi notebook ishlatgan. Uni xarakteristikasi kuchli bo'lmagan. Minecraft o'ynashdan charchagan paytida boshqa o'yin o'ynaydi. YouTube uchun kontent qilishda sifatni birinchi o'ringa qo'yadi. Hozirda kompyuter ishlatadi. Uning xarakteristikasi i5 12400F RTX 3060 16 GB RAM. Birorta boshqa YouTuber bilan hamkorlik qilmagan. Uning eng asabiylashtiruvchi narsa video yozib olinmasligi. Kelajakda shogird chiqarish niyati yo'q. Kanalni 1-2 yildan keyin 2 million tasavvur qiladi. Kanal ochganda uni kanal yurg'izish haqida bilimi bo'lmagan. Yoqtirgan mevasi not. Eng birinchi videosi 1 yil oldin qo'yilgan. Uning nomi Biz Bedwars'da eng zo'rlari bo'ldik videosi. Hozirda 720 mingta obunachisi bor. Hozirda 80 ta videosi bor. Eng mashhur videosi 6.5 million prosmotrga erishgan. Artifaktning ikkinchi kanali ham bor. Nomi BDW. Ikkinchi kanalining 180 mingta obunachisi bor. Shu bilan bugungi faktimiz tugadi. Bu ma'lumotlarni shaxsan Artifakt kanali egasi tasdiqlagan. Siz qaysi birini bilmas edingiz? Kommentga yozib qoldiring va shu paytgacha like va obunani bosmagan bo'lsangiz, iltimos, bosib